Ya ota-onalar barkan shu bola chaqa uchun yuradida o'shancha. Oy to'lin bo'lgan kecha yirpin tirchib qo'ying. Assalomu alaykum. Bitta quchoqlab. Hormasinlar. Necha yoshsiz ey? Bir yoshman hali, 18 yosh. Qizlarga patyapsizmi? Yo'q, atmadim. Ya. Yangamdan qo'rqar ekansiz. Yo'q, qo'ymayman. To'g'risini ayting. Qo'rqmayman. Mana shu Chorlsda necha yildan beri ishlaysiz? 15 yildan beri. 15 yildan beri. Faqat chetda. Qishda ham yozda ham. Ha, Siz ham charchaysizmi? charchayman. Kim uchun shuncha harakat? To'g'risini ayting. Bolalar uchun. Farzandlar uchun. Bu dadalar nimaga o'sha o'zingiz mana yilda bir 2 marta kiyinsangiz kiyinasiz. Farzandlaringiz har oy kiyintirasiz, to'g'rimi? Nimaga shunaqa ota-onalar? Ota-onalar barkan shu bola chaqa uchun yuradida o'shancha. Bo'lmasam bola chaqa bo'lmasa yashashning keragi yo'q. Nechta farzandingiz bor? 4 ta. Sizlardingiz hayotmi? Yaxshi, hayot. Ularga rahmat deysizmi, dadani qadrini bildiingizmi? Rahmat. Ayting. Dada, sizga rahmat. Sizni yaxshi ko'raman men. Sizni yaxshi ko'raman. Onamni ham yaxshi ko'raman. Keyin qadrli yurtdoshlar eshitishimiz bo'yicha bakam Chorsudan hech qaysi aravaga zeriktirmasa qo'shiq aytib berar ekanlar. Bitta jonli eshitaylik, so'g'am bor indiningdan. O'z bilasizmi bu do'konni? Bilaman. Bilasiz. Oilaviy do'kon borasiz, xudo xolisa yangam bor. Bitta qo'shiq aytib bering. Qiz boshidan tangalar sochiladi shavillab. Gar yarasa yangalar yurak yondi lavillab. Ha, qiz boshidan tangalar sochiladi shavillab. Gar yarasa yangalar yurak yondi lavillab. Qiz boshidan tangalar sochiladi shovullab. Yor yaraysa yangalar yurak yondi lovullab. Siz bozorda nima qilyapsiz? Siz sahnaga chiqing. Chiqarsangiz chiqaman-da menga. Baholis. Mana shu videoni ko'rayotganlar like bilan qo'llab-quvvatlaydi. Albatta. Kerak